Bugun sizlar bilan Koreyaning o'sha mashhur Starfield kutubxonasiga birgalikda boramiz. Men esa bu o'rtog'imni kutib o'tiribman va nihoyat u keldi. Endi kutubxona tomon yo'llasak ham bo'ladi. Svetoforni 1 soat kutamiz va sizlarga birato'la Koreyaning ostanovkalarini shu yerda ko'rsatib o'tib ketaman. Telefonni zaryadka qilish uchun qulayliklar va ostanovkaning ichi muzdakkina, chunki ostanovkaning ichida konditsioner bor. Menga eng yoqqan narsasi mana shu monitor, chunki bunda qaysi avtobus necha minutda kelishi aniq ko'rsatiladi. Manzilimizga ham 15-20 minutda yetib keldik. Biz kutubxona tomon yo'l oldik. Shu kutubxonani ko'rmasimizdan oldin kayfiyatimiz juda ham a'lo edi. Sababi biz boshqa joyga kelib qolamiz. Ya'ni boshqa kutubxonaga kelib qolamiz. Biz bormoqchi bo'lgan kutubxona Suvonda ekan, bu kutubxona esa uni kichkinasi ekan. Shunaqa ko'ngilni cho'ktirmasdan rasm videolarga ham tushib ola qoldik. Keyin mol ichini aylanishga tushib ketdik. O'zi ham ko'zimga nima chiroyli ko'rinsa, hamma narsani videoga oladigan bo'lib qolman. Bu magazinni alam chiqib, bunaqa rasmlarga ham tushib oldik. Shuncha aylandik, endi ovqatlanish vaqti keldi. Men bechora faqat sabzavotli guruch yeb ketdim bu yerdan. Ovqatlan bo'lib, qizlar bilan metroga tushib, uyga qarab yo'l oldik. Koreyaning metrolari juda ham tushunarsiz. Menimcha Karslan o'zi ham metrosida adashib qoladi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat va men uyga kelib oldim. Bay bay.